Sanmisan mani o'g'limning treneri? Tinchlikmi? Menga qara. Necha yildan buyon o'g'limni musobaqaga olib borasan. Biron marta ham o'rin olmadi. Nima qilyapsan o'zi? Bolangiz musobaqada o'rin olish olmasligi bu menga bog'liq emas. Uni ustiga siz bilan o'zi gaplashaman deb turgandim. Nima deganing? Hozir. Allo. Labbay onajon. Ha, hamma aytgan narsalaringizni oldim. Yo'q, hech qaysi qolgani yo'q. Hammasini oldim. Bo'ldi, onajon, ishimni tugatib olib boraman. O'g'lim, Nima deysiz? Boring ishingizni qilavering. kasalxonaga olib borasan. Ko'rmayapsizmi ona? O'ynab o'tirganim yo'q-ku. Mayli. Nima bo'pti o'g'lim? To'xtang. Hali onam telefonni qo'yganlari yo'q. Aka, o'zi siz bilan gaplashaman deb turgandim. Bolangiz nimadandir qattiq qo'rqyapti. Zalda yaxshi ishlab, musobaqada o'zini yaxshi ko'rsata olmayapti. Bu menimcha oilaviy munosabatlarga ham bog'liq. Bunaqa qo'pollik qilishingizdan avval o'zingizdan talab qiling. Aka. Qo'polligim uchun uzr so'rayman. Mayli. Mani o'g'lim chempion bo'lmasa, lekin sizga o'xshagan ota-onasini hurmat qiladigan mard yigit qilib tarbiya qiling, uka. Men faqat mashg'ulotlarga javob beraman. Tarbiyani siz berasiz, aka.